bo'lsa bo'ladi. Ha, to'xtang. Mashinadan kel. Mashinadan kel. Turadi mashina, turadi. Turadi, qog'ozi yo'q, olib ketyapti. Giriş haqida qog'ozlar bo'ldi. Qog'ozlar siz Besh qog'oz kelgan, besh qog'oz kelgan. Ey, beyoqqa. Chiq bo'larsa. Ey, qatiruvdagi shaxs o'g'lingiz, to'xtang. Yo'q, qilib chiq bunaqa. Uyga olib demak. Kimni bo'lsa yetib demak. Kameraga. Kimsadimisan? Orderimiz bor ular tutishga buni. Men Botir Bekzod To'xtamurodovich Oqtumli qishlog'ida Qumdara mahallasida yashayman. Men nimadan xabarim yo'q edi. Rossiyada ishlab yurganimda kelib vaziyatlardan kelib bir jo'ramliqda bir daraxtga ketayotgan hammaga borib tursam, uydagi kelinlaringiz bir telefon qilib qoldi. Kelsam o'g'limizni ishlab turibdi xodimlar degan telefonda kelib qoldi menga. Keyin uyga borsam haqiqatan uyda bir 4 kishi formasiz o'zimizdan uchastkavoy ishlaydi taniyman. O kishi formada yaqin o'rtaga ichkariga tiqib olgan. Men aytib so'rab ko'rdim. Birorta bir hujjatlaringiz haqiqatan shashti qilgan bo'lsa, birorta bir dasturna bir dokumentlaringiz bormi ko'rsatingiz. Haqiqatan nimaga jinoyat qilgan bo'lsa, men ko'raylik desam, taqdim etishmadi menga. Birorta bir hujjat yoki birorta bir qog'oz, qayerda ishlashligi noma'lum. Formasiz kelgan. Keyin olib ketishdi uydan. Ketgandan keyin shu 28 fevralda oyda qarab ketgan pashti 1,5 oy bo'ldi-da, vaqt o'tyapti. Hech kim so'ramaydi. Bu yerga borsam tinglamaydi. Jamshid akalarga telefon qildim. Telefonni ko'tarmaydi dasturchi kishilar. Ya'ni bizda ishlaydi, uchastkavoyimizga ham bordim. Shunday aniqlab beringizlar. Qayerdaligini biz topolmayapmiz. Istanbulga borsam, Istanbulda aytadiki, chiroqchi ketdi deydi. Chiroqchiga borsam, Qarshiga ketdi deydi. Qarshiga boradigan bo'lsam, Qarshida Toshkentga ketdi deydi. Toshkentga borsam, izi yo'q, tartibi bilan yo'q. Toshkentga bor topolmay keldim men mana. Keyin xullas aylanib 1,5 oy vaqt o'tgandan keyin kecha bir Toshkentdan bir kishi chiqyapti ekan, telefon bo'lib qoldi. O'g'lingiz dedi, Toshkent Olmaotadami, Olmasami o'sha yerda ekanligini biz bilib qoldik. Keyin shu xabar topdik. O'g'lingizni nima uchun ushlagan o'zi shu? Ichki ishlar xodimlari nima sababdan ushlab ketgan? Endi ichki ishlar xodimlari ushlab ketganligi sababida hech bir aniq bir paket yoki bir dalil ular haqiqatan shuni oldi degan bir qog'oz ko'rsatishmadi-da menga. Ya o'g'lingizni nima sababdan ki shu ichki ishlar xodimlari kelgan bo'lsa, o'g'lingizni ushlash jarayonida uning o'sha huquqlari tushuntirilib, nima sababdan shu ishlanayotganligi unga huquqlari tushuntirildimi yo'qmi? Yo'q, hech qanaqa unga tushuntirilmadi. So'radim, hech qanday bir adliy nima bir qog'oz. Haqiqatan men faloncha joyda ishlayman yoki bironta mana shu yerda ishlayman. O'g'limiz mana shunday shu yerda jinoyat qilgan yoki bironta joyda shunday olib kelgan degan hech qanaqa gap qilmadilar mendan. Hech qanaqa gap so'z gapirilmadi. Keyin o'zim mustaqil so'rab surishtirib, shu vaziyatga oydinlik kiritim dedingiz-ku, nima bo'lgan, nima sababdan ushlagan ekan o'sha o'g'lingizni? O'g'limda ushlash sababi 4 kishi bo'lib, Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borgan bo'lar. Bir Usmondiya degan bir bola bor bizda.
paxta qilayotgandagan bularga qo'shimcha endi yordamlashib 12 yildan beri shu paxta nima bilan oldi sotish bilan shug'ullanib keladi. u bir 4 yil 5 yil 4 yil 5 yildan beri shug'ullanib kelar ekan davomida. Bu nevarangizni aldab o'ndirganda aldab. Keyin bu yosh bola o'zi hasratlarga yetishmaydi o'zi bunga. O'zi borib yordamlashib borsa, yordamlashib keladi, mayli bosishib yaraman, yordamlashib boraman deb keyin bunga ega kelgan, men Rossiyadan kelgan paytim chaqirdim. Kelgan vaqtda aytdiki, Muratning dedi shuncha pul, Muratning aloqasi yo'q, hamma pul menda. Qachon nima bo'lsa, biz ko'proq bo'lgandan keyin 40 million 50 million pul menda turibdi. Qachon pul kerak payti mening o'zim Muratning pulini o'zim beraman. Paxtani o'zim oldim deb bir kelib ketdi-da, o'rtada meni oldimga kelib ketgan joyi bor edi. Qarang, siz bilan o'sha nimaga kameraga olmasdan turib suhbatlashganimizda siz aytdingiz, fermer bilan uni o'sha jinoiy guruh tashkil qilgan dedingiz-ki, kim edi ismi? Usmon diyor. Keyin o'sha guruhda nechtadir a'zosi bor deb aytdingiz, to'g'rimi? 4 kishi ekan bular. Bizdan tashqari yana 3 kishi bor ekan. Ism familiyalar kim shularda? Shu fuqarolar. Ism familiyalari Qo'lov Usmon diyor, Usmon Husniddinovich. Xo'ja Nazarov Jasur Avazovich. Parramov Daston Shavkatovich o'g'illari yordamida billa borganda bular hammasi endi shunda jinoiy guruhmi endi? Endi yordam berasan degan, ega kelgan senga bir 400 ming 500 ming beradi, xudob ketganda. Fermer bilan siz bizga o'sha fermer bilan o'sha gaplashgan suhbat jarayonlarini tashlab berdingiz. O'sha suhbat jarayonlarida shu Usmon diyor bilan shu oldindan fermer tanishligini, oldin ham unga o'sha noqonuniy paxta sotib kelganligini aytib o'tgan ekanda. Shu haqiqatan ham shu rostmi endi shu? Bundan bir 2 yil oldin, 1 yil oldin bir avvallar borgan bo'lgan Usmon diyorim borib, shu fermer buva bilan birgalikda paxtani avval o'ltirib olib kelgan bo'lgan, oldingi yil ham olib kelgan bo'lgan. Shu safar hammasini qo'li qanasi gipsdaligicha negacha aytdi, fermer buva aytdi, keyin men ismini bilmas edim dedi. Muratulloh Jasur deb tanishtirgan dedi. Lekin asli bilsak dedi, Usmon diyorligini keyin bildik biz dedi. Bizga kelib yotib, yetib keyin buni topolmagan Usmon diyor. To'lda bugina beraman, ertaga beraman deb sidara berganda xullas o'rtada keyin bizni ular kutyaptilar kishilar. Qancha paxta sotib olgan shu Usmon diyor? Bu yerda Usmon diyor endi fermer buvani aytishi bo'yicha 6 tonnayi 700 ming 6 tonnayi qanchalar o'sha 6 ming so'mdan sotdim deydi-da. 5,5 ming so'mdan bermagan ekan, 6 mingdan qimmatroq bo'ldi. Adashmasam shu 6 tondan 6 ming so'mdan 7,5 tonna dedi. 6 ming so'mdan kelishdik deydi. Keyin qancha summaga sotgan fermer bularga? Fermer bu yerlarga 40 million 3 millioni 500 ming 3 million 600 ming atrofida sotgan berganda. Keyin u fermerda ham aldab buni qo'liga 3,5 million so'm berib, bu yerga keyin o'sha fermer buvaning qo'liga mana degan 3,5 million so'm berdik degan, mana olib turing degandagi keyin 40 million o'rtamizda qolyapti debdi, rozichilik bilan qaytgan endi bu yoqqa. Shunaqa qaytgan. Keyin u paxtan pulini bermagan fermerga, to'g'rimi? Keyin Murat pulni berib olib qo'yaq desa, bizga kelgan bo'lgan fermer bor, bizga kelgan. Bir kecha mehmon bo'lgan bizda ham. Pulni olish maqsadida. Pulni olish maqsadida kelib bir kun etgan sarsangarchilik bo'lib yotdi. Bu Usmon diyor kelmaganligidan keyin qaytib ketgan kelgan fermer bor. Keyin Usmon diyor u paxtani nima qilgan? 7,5 tonna paxta. Endi 7,5 tonna paxtani ishlatib, Muratullohning qo'liga 1 million pul bergan bo'lsa, buni fermer bova ham aytdiki, Muratullohning qo'liga 1 million pul bergan ekan. Aldagan ekanda. O'g'lingiz qanchadan beri shu Usmon diyorning qo'lida ishlab keladi? Ishchi bu? Ishchi bo'lib ishlab kelganligi bir o'rtada bir hozir bir oy, 1,5 oyda, 1 oyda qo'shilgan bo'lganda ishga. Yordam berasan, bekor bo'lsan, ketdik deb olib ketib
Endi shu yoqdan bermir bor qilib pulda qilib beringlar dedi. Bu yoqdan qog'oz kelgan bir hujjatsiz bir tushunmaysiz. Bu yoqqa borsam, chiroqchiga borsam yo'q dedi, Yusufga borsam yo'q dedi, Qarshiga borsam yo'q dedi, Tashkentga borsam yo'q dedi. Xullas, anchadan beri izlab topolmadim. Mana kecha aniqini bildim. Kecha bir Tashkent viloyatidan bir kishi chiqyapti yoqqa shu bir amallab telefon nomerida otamga telefon qilaman. Otam kelsin, men shu yerdaman deb aytib yozibdi. Endi qarang, o'sha Bosh prokuratura hamda Ichki ishlar vazirligidan nimani so'raysiz? Men haqiqatni so'rayman. Qonunni chamasini olib borib, haqiqatdan mana kim aldov yo'li bilan bu bolani olib borib, haqiqatdan seni qo'lima shuncha pul beraman, hayda, shuncha sen bo'yin olasan deb turib, rasmga tushirib olibdi buni kameraga ham. Sen aytasan, men seni pul chiqarib olaman, haqiqatdan 1 million, 2 million pul beraman, chiqarib olaman deb oldilar bu bolani. O'zini o'sha O'zini manfaati qilgan xatti-harakatlarini o'sha hasb ushlash maqsadida o'g'lingizni aybdor qilib, o'zi jazodan qutulib qolish uchun shunday qilganda, to'g'rimi? Shundaymi? Endi har bir ishni qilishdan oldin rejalashtirib borar ekanda o'zi pastda ham har vaqt shunday ish qilar ekan o'zi. Aytar ekanki, sen bo'yin olasan, sen tortasan tarasiga, sen telefonga tushirib olamiz, haqiqatda shuncha pul qoldi deb, sen o'zing bir og'iz aytasan, ishni tushirib olsan bo'ldi deb kelgan ekan. Bu yana qanday ko'p joylarda shunday noqonuniy paxta olib sotganmi? Uyda bo'lmaganligim sababli billa qo'shilib ketgan. Shu bir 200 ming, 300 ming beraman degan bo'lsa, harna bir ishlab kelayin deb chiqib ketganman. Endi bir 200-300 ming ishlayman deb qamalib turdim. Ana endi 200 mingni, 300 mingni endi qayerdan topamiz? Baranlar meni chiqarib olishlaringizni bir yana o'shlaringizni so'rayman men. Mana shu qonunni chora ko'rishlaringizni. Iltimos sizlardan. Alo. Alo, assalomu alaykum. Umar aka, yaxshimisiz? Yaxshi. Tinchmisiz? Ega yaxshi eson-omon yetib oldingizmi? Buni men uyiga borganimda siznikiga oldim, borishdan oldin qancha bo'lsa, pulda bo'lsa qilib beraman aka. Mayli, men o'zim bo'yin olaman. 50 masalan qancha pul men berdi, pul menda, men qilib beraman deb yotuvdi. Bu boyaga nima dedi? Usmon degan bola. Sizni oldingizga borganimdan keyin men sizdan ochiqcha so'radim-ku, o'rtalaringizda qancha pul qolgan deb. O'sha pulda dedi, so'ragandan keyin siz aytdingiz, o'rtada dedingiz, shuncha pul qolgan, 6000 so'mdan olgan dedingiz. To'g'rimi, Umar aka? Keyin bular aytdiki, 3,5 tonna dedi bir xil men bu yerga kelgandan keyin, siznikidan bu yoqqa kelganim. Lekin siz endi olmaysiz-ku meni, Umar aka. Siz haqiqatni aytdingiz menga aka, borganimda. Biravi aytadi 4 tonna oldik dedi, bir sherik aytadi buni. Chunki men hamma axborot sizga vaziyatni bilganimdan keyin bularda uyiga kirdimda aymayman kelgandan o'zimizga. Qashqadaryoga kelgandan keyin. O'zi sizdan to'shnisini olgani o'zi tortib bergansiz, bilasiz-ku Umar aka, siz to'g'rimi? Bular aytadi, yo'q dedi, bizlar dedi, ichida ham yo'q dedi. 3,5 tonna paxta oldik. Dedi, bittasiga borsam yo'q dedi, bizlar dedi 4 tonna. Gapi har xil chiqib yotibdi-da. Ular bunday aytganda buni. O payti men o'g'lim oldimda emas edi, ishlab olib ketuvdi-ku. Lekin qog'ozda yozilib turibdi o'sha yerda qog'ozi. 7 tonnami, ular 6 mingdan olgan mendan. 7,5 tonna ekan, 7,5 tonna. 6 mingdan olgan. Keyin ular 45 million bo'lish kerak-ku. Nega siz 45 million deyap aytyapsiz? Nega savol berdi o'sha tergovchilar. Sizdan 6 mingdan sotmagan 45 million bo'ladi. Nega 45 million deb aytyapsiz? Keyin men aytdim ularga, buna dedim, skidka degan narsa olib tashadi bo'ladi dedim. Shuncha skidka berasiz, bermasam bo'lmaydi deganlarga keyin skidka o'tib berdim. O'tganidan keyin 43 million 620 ming so'm bo'ldi dedim. Menga 3 million 620 ming berdi dedim. Qolganini ertalab kelaman deb aytdi dedim. O'shani boya o'g'lingiz Murodilla aytdi. Aka o'shasini dedim, shunaqa deb yo'lda gaplashib borganmiz. Maliku biri bor edi.
Adigina dedi, Usmon deyadi, Malibu bizni dedi, bugaga mehmonxonaga qo'yib, sen Nexa'da borganmi bu yoqqa dedi, sizga dedi. Chunki bir yil oldin kelgan. 3 kun. Ikkinchi paxta ketgan mendan 1 yil oldin. O'shanda 3 kunga sizni o'g'lingiz помощник bo'lib kelgan, рабочий bo'lib. Ha, yordamchi bo'lib borganda bunda. Ikkita mashinada kelgan ular. Keyin xuddi shunaqa 3 kun aka pulimiz yo'q, bolam ishdan keyin olib bersam bo'lmaydimi degan edim. Aytib bitta mashina tashada. Yapiti o'rdim. Pulni olib kelasan, keyin mashinani tashasan dedi. Keyin shunaqa bitta mashina tashab, keyin ular paxtani olib ketdi, keyingi pulni berib, ikkinchi mashinasini minib ketdi. Keyin o'shani bular bilganda, ikkita mashinada bo'lsa, bitta mashinani olib qolardi degan. Ha, Keyin Murodjon shunaqa dedi, bitta mashinani bunaga tashlab, tinchlikka Nexa'da borganmiz dedi. Menga dedi, hamma narsani Usmondan o'rgatib bordi dedi. Meni telefonimdan Usmon bilan gaplashdi. Mana men ukam bo'ladi bu haligi Murodilla. Men razmi ukam menga qanday ishlasashini ishonavering. Birovlarga qaraganda 500 so'm qimmat olaman deb aytganda Murodilla. O'rgatib borganda buni tayyorlab. O'rgatib borgan ekan. Keyin Qo'qonga ketgan bo'lar Ayjonga. Yangidan yurganda men gaplashdim ham o'shanda ham Usmon bilan yonimda turgan ekan. Hozir aytdi, yonimda turib men o'rgatib turgan bu dedi. Siz keyin bular menga bo'yin olmay yotibdi, tanamay yotibdi. Ishqib siz aytdingiz-da, shunday deganingizdan keyin men ishondim keyin. Mana endi o'zlari ham boribdi, mana o'zlari aytadi endi. Qanchaligini ham. Men hozir Usmonga o'g'lingiz aytgan. Hozir aytaman dedi. Sen meni pulimni bermading. Endi men seni sotaman dedi. Birinchi Usmon bilan gaplashdim. O'g'lingizni ko'rmadim, nari xonada ekan u. Usmon bilan gaplashdim. Usmonga boya gapni aytdim. Usmon dedim, mana shu bola dedim. Seni kichkina bola u dedi. Men bilaman u dedi. Men eshitganman. Bu kichkina. O'shanda dedim, oldinga borgan bola kim edi deb Qashqadaryoda men safarda so'raganimda Jasur edi deb dedim, seni sotmadi o'sha dedim. Sen hozir dedim, işte ben seni bilaman dedim. Sen hozir katta odam bo'lib, sen mana shu pastarga bermoqchisan dedim. Men uyini borib ko'rib berdim dedim. Uyiga borib onasi bilan gaplashganman. Onasining uyida aynalar, derazasi aynalar yo'q ekan dedim. Sen o'shandan foydalanyapsan hozir bundan dedim. Endi buni jabr qilib tashlaysanlar dedim. Masalan dedim, u pulni shuncha pulni bermaydi, uyida ish bilasi yo'q ekan deb ish bilan demaydi deb o'ylayapsan sen dedim. Lekin bu bola jabr chekib yuvanmak o'qitadi-ku dedim. Sen bilet 40 million so'm bo'lib qo'yaylar, bu o'tkinchi dunyo. Masalan, bugun bor odam ertaga yo'q bo'lyapti. Dunyo bari ko'chada qolib ketyapti, misol. Sen 40 million so'm pul uchun shunaqa qilyapsan. Ertaga o'ylab qolsang qolib ketadi hammasi. Sen bu dunyoni o'ylama deb gapirdim. Endi Murodillarni keldi. Keyin Murodillar bilan gaplashgan edim. Murodillar barini aytib berdi. Mana shunaqa o'rgatgan. Nega sen shunaqa qilding dedi. Sen hozir buni yonimda olib dedim, Jasur edi deb buni dedim, sotmading dedim. Sen hozir men eshitdim dedim. Hozir gaplashdim Usmon bilan. Usmon berib, "Qo'lni sen pastaga qilib, sen qamalib ketasan" dedi. Usmon deb qo'rqib chiqib qoladi dedi. Sen o'zing Usmonga aytishing kerak, endi o'zingga aytishing kerak. Agar mana shunaqa bo'lgan, sen gapingga ishonmasa, o'sha paxtani egallarini chaqirib aytadi. Sen men kelaman, imkon bor, Farhod keladi. Farhodda hozirgacha Usmonga nomeri bor ekan. Bu yoqdan kim olgan bo'lsa, men bu yoqdan jetalab boraman. Kim olgan bo'lsa, mana shu men sherdaman-ku hozircha bu yerda. O'shanga haligi Farhod keladi dedi. Mana Usmonga borligini ko'rgan u. Mana shu bola bor edi. Usmonga yo'q dedi. Usmonga men bormaganman degan menga telefonda. Men telefonda telefon qildim. Usmonga o'sha paxtani men ukamga aytgan ekansan, ukamda boradi deb, ukamga keldi. Paxtani pulini bermay ketdi degan edim. Usmon aytdi, aka men bilmadim, ular boramiz degan edi. Aytmas shu paxtani olib paxtangizni dedi. Men Qashqadaryoga olib keldi. Qashqadaryoda 5 mingdan oshiq qilmadi. Narxni tashqi o'tkazadi. Keyin bular Buxoroga olib ketdi paxtani dedi. Keyin sotib 2 kunda pulingizni olib boradi, xavotirlanmang dedi. Keyin yana 2 kun demadim. 3 kunga aytayin desam, 3 kun 5 ming so'm qilgan edi. Bular 6 ming qildi. Keyin 3 kun bu haligi Murodilla paxtani olib ketgan edi 6 mingdan. Pulini bermadi. Ajab bo'pti deydi deb uyalib, 3 kundan telefon qilmadim dedi.
üstüne kulağdı dedi. Beni dedim üstüne bekleyin basayım deyip kulağdı deyip kınadım dedim. Beni dedim ki o çetkenden biz yanımızda filmde pahtası var deb aytdim da Murat'ın da borib ko'rib keldi ana ikkalasi. Shumon deydiganasi. Borib buni savdo qilibdi 5 mingni 5,5 mingni. Odam beradigan bo'pti. Keyin shu bilan o'sha saytga filmda borib paxtasini savdo qilib kelganda gaplashing dedi. Gaplashganda men shunaqa qilib ketdim dedi. Keyin shu ishonib qoldim. Ertaga buni paxtasini kelib ketamiz dedi. Ertaga buni o'shangizni paxtasiga kelganda pul tashab ketamiz dedi. Hali maqsadimiz yo'q, qanday bo'lamiz? Qaytib ishni bitiramiz. Tuni bilan ishni bitirishimiz kerak dedi. Keyin shamda bo'pti bo'lmasa bergan edim. Keyin ular kelmagandan keyin o'sha haligi fermerdan so'ragan edim, u fermer aytdi, u kelmadi dedi. Biz kim yo'q dedi. Keyin boshqa birov kelib olib ketdi uni paxtasini. Boshqa Qashqadaryodan ketdi. Bu degan odamda ham tanimaymiz uni. Keyin shunda kelganda shopir bilan gaplashgan ekan fermer. Keyin shopir pulini naq olmanglar. Narsa pasha qilmanglar, narsa pasha qilsang men kelayotgan menga pasha qilib yurma deb aytdi. U ishlaga ish ko'rganmi u shopir. Keyin u shopir nomerini tashlab ketgan ekan o'sha fermerga. O'sha fermerga gaplashgan edim, uka dedi, shunaqa deb bizga aytgan edi. Anchadan 10-15 kunga olib sotganda u. Keyin o'sha shopirning nomerini oldik, shopirga telefon qildik. Menga dedim shu 095 mi? Esimga shunaqa mashina kelgan man dedi. O'shanga ortib ketgan dedi. "Yo, u Joniko" dedi. Nevarangizga Joniko degan o'sha mashinani egasi nomerini bering dedim. Keyin nomerini berdi menga. Keyin o'sha bilan gaplashdim. Gaplashgandan men dedi, "Pulni oldim deb o'ylabman. Nega senga berasiz?" dedi. Men qachon dedim, "O'sha sizlar birga emasmi? Men u bola tanimayman" dedi. Men pitakdan olib ketdi, bordim, paxtani ortib olib keldim, Qashqadaryoga sotdim. Shu so'radim deymi, paxtani bolaga olib ketdi deb aytdi dedim. Siz dedim, qayerga sotdinglar paxtani degan, yo'q Qashqadaryoga sotdik dedi. Unda kunimizga kuyibsiz dedi. Buxoroga bormadim men dedi. Qashqadaryoga sotganmiz dedi. Keyin men bildim, demak ular men uxlab ketdi dedim-da. Keyin ushqunga telefon qildim. Ushqun mashinaga shunaqa ish bo'ldi uka dedi. Qo'li bitta gips baylangan Jasur degan bola bor ekan dedim. boshliq Usmon diyor. U Jasur emas edi, Usmon diyor. Bu yoqqa keling dedi. Men sizga pulni g'o'ndirib beraman dedi. Shu ushqunlarga gapim bordim dedi. Uchqun yaxshi bola u. Yaxshi bola Uchqun. Ushqun gapim boribdi, shunaqa ishlar bo'lib ketgan. O'shanda men bilib qo'ydim. Keyin menga Usmon diyorda nomerini ukam bilan gaplashgan ekan. 88lik bari 8 bu. Keyin hozir ukamga telefon qildim. Usmon diyor nomeri bormi deb bor dedi. Keyin bir telefon qildim, bu ko'tarmadi. Endi shu nomerdanmi o'zgartirganmi bilmayman. Aytdingizmi nevarangizga to'g'risini ayt, haqiqatni. Aytdim, to'g'risini aytib dedim. Sen dedim Usmon diyor senga 100% teskari bo'lib turibdi. Sen dedim, "Men Usmonlarga ishlasang, sen aniq qamoqqa ketasan" dedi. Otang men bilan gaplashtirdi, otang kelib ketdi. To'g'risini ayt, aniqla. 2 marta dedi. Ayyo, bayani qilib beraman deydi-da bular, men siznikiga oldin borishdan oldin qilib beraman dedi menga Usmon. Keyin nima bo'ldi? Keyin qilmayman dedimi? Keyin men borgandan keyin, yo'q men billa borganim yo'q deb turib oldi. Hozir siz aytyapsiz-ku, mening Kiyevda dedingiz-ku. Keyin bormadim dedim sizga. Men borganim yo'q dedi. Vobshe aloqam yo'q dedi. Men ichki umuman xabarim yo'q dedi borganimdan. Bugün tan oladı bu. Bugün. Yani ko'ra so'shna tan oladı bu. Men dedi, ichida ham yo'q aka dedi, tishida ham yo'q dedi. Bilmayman dedi. Qanday paxta dedi-da men borgandan keyin. Siznikiga borishdan oldin, bo'ldi aka deb yotibdi. Bo'ldi, men pulni beraman debdi menga. Telefonda men o'sha birinchi gaplashganda men bilmayman uni, men bormaganman, xabarim yo'q degan edi. Hozir tergovda borganman deydi. Ko'rdingmi dedim, tergovchiga ko'rdingizmi dedim. Menga dedim, shu paytgacha men bormaganman degan mana shu bola deydi. Mana hozir sizga aytibdi dedim. Bizga borganmikan, borgan. Mana gapi yolg'on deydi. Buni yolg'on gapiryapti. Mana shu fakt dedim. Mana shu hamma narsani boshiga mana shu turibdi deydi. Men Rossiyadan keldim-da, Umar aka. Rossiyadan keldim, kelgandan keyin bolangiz paxta qilgan dedi, Toshkentdan telefon bo'ldi. Keyin men bu Usmon diyor degan bolani chaqirdim, mening oldimga keldidagin aytdiki, aka dedi, pulning bari menda dedi. Olangizning hech qanday aloqasi yo'q debdi menga.
nima qilsam meni o'zim hal qilaman, ishingiz bo'lmabdi aka, o'zim joylashtiraman deb menga katta gapirgan edi-da bu bola. Shunga keyin men havrimdan tushib bosuvdim o'zim. Keyin bu nevarangizni olib ketgandan keyin men endi o'zim haqiqatni bir bilay deb chiqdim-da men, bir yuzaga chiqsin deb haqiqat. Bu qancha bo'lgan o'zi olib ketganiga? Shu Rossiyadan kelgandan keyin chaqirdim, pulding bari menda dedi, o'g'lingiz dedi, hech qanday aloqasi yo'q dedi, meni o'zim joylashtiraman deb menga katta gapirdi-da bu. O'g'lingizni olib ketganiga qancha bo'lgan? Olib ketganiga bu yerdan 28-oyning oxirida olib ketdi, bir oydan oshdi-da. Bir oydan oshib ketdi. Bularning uyiga boraman, bular mashinada minib yuribdi. So'rayman, pulda qilib ber, borib olib boraylik desam, men ichida ham yo'qman, tishida ham yo'qman dedi. Boshida aytib yotdi, aka, o'g'lingizning aloqasi yo'q, hammasini o'zim hal qilganman, paxtani o'zim pulim menda, o'zim qilib beraman deb ketdi-da bu. Hozir ishlaman deb qoldi. Endi nevarangizga aytib qo'ydingizmi? Bir ovoz bo'lsa ham, otang o'zing yetib keladi, otang o'zi yetib keladi. Sen hamma haqiqatni ayt. Bir sim pul olgan bo'lsang, olganingcha otang o'zi beraman deb turibdi deb aytdingizmi? Bunaqa deb aytmadim. Sen dedim, bor haqiqatni aytdim dedim. Hozir ana Usmon bilan ko'rishsang, hamma narsani shu yerda aytib bergin dedim. Haqiqatni ochiq-ochiq aytib atsa yaxshi-da. Dedim, agar guvoh kendan tergovchi aytsa, aka dedi, Oğuz aka aytganman, ishonmaydi, sulton buni qabul qilmaydi. Buni qog'oz kerak, boshqa kerak, bo'lmasa guvoh kerak dedi. Masalan, guvoh men dedi. Men borsam, men aytaman dedi. Guvoh bo'laman. Chunki Usmon deb meni polni aldab kelgan dedi. Gap siz o'zingiz ko'rgansiz, oldingizda olib ketganda endi shu 6 kundami, 7 kunda paxtani olib ketgan-ku sizdan. Meni syomka qilgan ular. Syomka qilganlarini nima uchun syomka qilgansan? Deganlarda hozir paxtani olib birovga beramiz, pulni olamiz. O'shanga bizga kerak. Hozir bu mana shuncha paxta olyapmiz, 3 millionni berdik, qolgan bermadik deb aytsak, keyin u bizga ishonib pul beradi. Bo'lmasam sudraydi pishi, shunga ovoz shuna qilaylik deb men aldab ketdi bular. Uni nega shunaqa dedingda, u ham Usmon bergan dedi. Nevarangiz aytganda shuni hammasini bilar ekan-da o'g'illar. Usmon qilgan uni ham deyish, menga o'rgatgan, men shunaqa qilganman, Usmon ukasi qololmaysan, javob deb dedi, meni ishim aldagan uchun men unga ishonib qolibman dedi. Endi ishonma dedi. Haqiqatni ayt dedingizmi? Qo'rqmay ayt haqiqatni. Hozir men Usmon bilan gaplashdim, senga 100% sen bo'yningga qo'yapti. Endi hozir sen yana Usmonlarga ishonsang hozir dedi. O'ra zashta. Usmonga qo'rqib qoladi. Ishongan men anavidan Murodlardan 2 million pul oldim, boshqa pul olmaganman deyapti dedi. Ya pulni barini shu olgan dedi. Menga 15 million berish kerak, 54 millionga sotganmiz paxtangizni dedi. Menga 15 million, 14 millionmush qanchasini berish kerak edi. Bermadi deb aytdi. 1 million berdi deb aytdi. 1 million pul olganda. Xullas pul bermaganda, bunga ham pul bermagan, xullas o'rtada cho'g'ib yurganda u yoqdan bu yoqqa. Mana gaplashamiz. Aha,